Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Doska va yana men Zamira. Bu degani 8-sinfdan beri rus tilidan dars beradigan ustoz sizga fe'lni tushuntiradi. Kim deb aytishingiz mumkin? Ha, bu men. Xo'p, bir boshdan boshlaylik. Rus tilini fe'llari ikkita guruhga bo'linadi. Birinchi va ikkinchi guruh. Biz siz bilan bugun ularni zamonlarda, imminent hozirgi zamonda va kelasi zamonda tuslanish formalarini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ikki xil tuslanishi bor va ular окончанияларdan farqlanib turadi. Fe'llar oxirini bilasiz, it yoki at yoki t ga tugaydi, to'g'rimi? O'shalarni bo'lib chiqishgan ekan окончаниялар guruhi bo'yicha. Birinchi tuslanishga ne it. Itdan tashqari hamma fe'llar deyiladi, plus minus. A bu yerda esa it. Itga tugallangan fe'llar. Itga tugallanmagan bo'lsa, qaysilarga degan savol bo'lishi mumkin sizda. A buni esa men sizga hozir bir boshdan yozib ketaman. Birinchi o'rinda bu at, yat, ut, yut, yana ot degani bor va t'ni o'zi окончанияsiz. Mana shu окончаниялар bizda birinchi ko'rsatkich bo'lib kelar ekan, bular esa ikkinchi fe'l guruhi bo'lib kelar ekan. Xo'p, birinchi tuslanish formalarida qanaqa исключениялар bor desiz, men sizga imminent brit va stilit so'zini aytaman. Brit degani soqol olish, stilit degani dasturxon yoyish. Yana bitta hozir prikol chiqqan shu jargonniy so'z, on конкретно stilit deydi. Shunaqa lafz qotirib qo'yadi degan so'z bo'ladi. Mana bu stilit so'zi dasturxon yoyish, nimadir unda yoyib yuborish yoki shu o'sha so'zlar bo'lishi mumkin. Itga qaysi so'zlar kiradi? Mana itdan tashqari, mana shu at utlardan 12 ta fe'lni o'ziga olgan, o'rtoq qilib zerikmaslik uchun buni даже biz rus tilida o'qiganim sababli buni she'r qilib kichkina sinfligimizda o'rgatgan. Гнать, держать, смотреть и видеть, bir narsa и ненавидеть, и обидеть, и терпеть, и she'r yaxshi esimdan chiqib qolibdi yarmi, lekin so'zlar esimda. Гнать, держать degani ushlab turmoq, гнать degani qo'lamoq, смотреть degani tomosha qilmoq, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть. Терпеть degani sabr qilmoq degani. Обидеть, xafa qilmoq. Зависеть, Zavsit degani kimgadir qaram bo'lmoq. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Keyingilari vertetь, dышать. Dышать degani nafas olmoq. Dышать. Keyin yana слышать fe'li ham bor. Слышать degani eshitmoq. Слышать. Mana bizning ikki xil guruhni polni yoyib chiqdik. Agar sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, like va podpiskangizni unutmang. Iloji boricha kommentariy yozib ham qo'ying, chunki kommentariyada o'zingizda bo'lgan mana shu tema bo'yicha savollar yoki qaysi videolarni ko'rishni xohlagan bo'lardingiz, nima deydi, sizlarning talabinglarni bilish uchun shu kommentariy qoldirganingiz ma'qul. Vot hammasi bizni fe'llar haqida. Endi fe'llarni bu tomonini yozib bo'ldik. Mana shu ikki xilini yozib bo'ldik. Yana bir marta takrorlab chiqaman. Brit, stilit, at, yat, ut, yut, ot, lar hammasi birinchi sprijeniya bo'ladi. Sprijeniya deyiladi. Ikkinchi sprijeniyaga nimalarimiz kiradi? Mana bu yerga kirib o'tib qoldim. Hatto itga tugagan fe'llar hamda 12 ta boshqa harflarga tugagan fe'llar. Гнать, держать, смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, зависеть, вертеть, дышать и слышать. Слышать bilan слушать farqi ham bor. Buni ham bironta darsda tushuntirib o'taman. Xo'p, buni o'chirib tashlab, men tuslanishini bitta-bittalab yana ko'rsatib beraman. Xo'p, bu ikkita guruhga отдельно qilib bo'lib oldik. Har doim qanday tuslanishi osonroq yo'lni ko'rsataman. Ya bilan boshlaymiz. Ya, ty nima degani? Sen degani. On, ana, ano,
Дальше. Yani ko'pligi. Мы, biz. Tini ko'pligi. Вы, siz. Hop. On, ana, anoni ko'pligi. Ani. Bu yerda ham xuddi shunday qilib yozib olamiz. Yani ko'pligi. Ya ko'pligi. Мы. Ты. Ko'pligi. Вы. On. Ana. Ano. V'ni ko'pligi. On, ana, anoni ko'pligi. Ani. Shunday qilib bir boshdan boshlaymiz. Deylik, atga tugagan fe'l. Ikkita fe'lni bu yoqqa olamiz. Bu yerga men ikrat fe'lini olaman. Right. Shu ikkinchi fe'lga esa uchit fe'lini olaman. Uchit degani o'qimoq yoki o'qigan aslida. Xo'p, bunda atga tugadi, bunga itga tugadi. Buni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Xo'p, окончание guruhidan qanaqa farqlanar ekan? Atga tugagan fe'l men deganingizda ya igrаю. Ya igrаю yoki u ham bo'lishi mumkin bir xilda. Bu farqi yo'q. Birinchi, ikkinchi guruhda ikkalasida ham. Ты играешь. Он играет. Мы играем. Вы играете. Yeti окончание bo'ladi. Они играют bo'ladi. Yoki-da xuddi shu guruh окончанияларida yut bilan ut bo'lishi ham mumkin. Mana bor ko'rinishi. Endi mana bu uchit fe'li qanday tuslanadi? U esa i bilan tuslanadi ko'proq. Ya o'qiyapman bo'lsa ya uchu bo'ladi yoki ya dishu bo'ladi. Deylik, ты учишь ish bo'ladi. On, ana, ani, ano faqat uchit it bo'ladi. Мы учим bo'ladi, im bo'ladi. Вы учите bo'ladi, ite bo'ladi. И они учат bo'ladi yoki dishshat bo'ladi. At yat bo'lishi mumkin. Xo'p, mana sizga butun doskani tushlanishlari bilan yozib berdim bolalar. Qaranglar, nimada farq? Ya bir xil. Окончаниялар at, yat, ut, yut bo'lsa, tuslanayotgan paytida xuddi shu o'zbek tiliga o'xshab, mana ingliz tilida bilasiz. Men, sen bo'lsa, hech qanaqa окончание qo'shilmaydi. U qiz bola, u средний род bo'lsa, da s qo'shilib ketadi. Bu yerda o'zbek tiliga o'xshab bitta. Masalan, men qilyapman, sen qilyapsan, u qilyapti, biz qilyapmiz, siz qilyapsiz, ular qilishyapti yoki qilyaptilar bo'ladi-da. Rus tilida ham xuddi shunday 6 ta guruh bor. Mana 6 ta bittasinikidek, ikkinchi 6 dan qo'shmay, o'sha 12 ta forma bo'lib ketyapti unda. Unaqa qiyin emas siz o'ylaganingizda, просто любой fe'lni, masalan, читать fe'lini olamiz. Читать qaysiga tugayapti? Atga tugayapti, значит, bu guruhga читать ham xuddi shunday qilib tuslab ko'rishimiz kerak. Qarang. Я читаю, ты читаешь. Он читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Ko'ryapsizlar? Lekin siz они читают deya olmaysiz. Xo'p, itga biz hozir говорить fe'lini olib ko'ramiz. Говорить. Ko'ryapsizmi? Itga tugayapti. Shunda men gapiryapman desangiz qanday aytasiz? Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Shunda bizda mana bu fe'llar tuslanishi o'zgarib ketaveradi. Bunaqa guruhlarda ko'p. Siz kam shuni o'rganib ketsangiz bo'ldi. Davom etamiz. Yana 2-3 ta fe'l bilan sizga mana shunday praktika qilib ko'rsataman. O'ylaymanki, bu darsimizdan keyin bemalol fe'llarni tuslashni o'rganib olasiz. Agar bu mavzu sizga qiyinlik qilayotgan bo'lsa, ustozsiz o'rgana olmayman, menga barib ustoz kerak deydigan bo'lsangiz, biz administratorga yozishingiz mumkin. Bizning darslarimiz offline va onlayn darslarimiz ham bor. Bemalol o'shalarga yozilib, darslari yo onlayn yo offline darsda tarzda davom etishingiz mumkin. Shunda sizni rus tilini o'rganish yanada tezroq bo'ladi. Ikki guruh fe'lga men yana bitta отвечать fe'lini yozaman. Отвечать.
Отвечать. Javob bermoq degani aytishga tugayapti. Bu yerda men ikkinchi fe'lga помнить yozaman. Помнить esda qoldirmoq, esda bo'lmoq ma'nosida. Ketdik. Men javob beryapman bo'lsa, я отвечаю, ты отвечаешь, он отвечает, мы отвечаем, вы отвечаете, и они отвечают bo'ladi. Javob berishyapti degani. Shunda 6 ta formaga o'zgarar ekan. Voy, yiqilib ketdim. Xo'p, ketdik. Помнить fe'li itga tugayapti va uni tuslanishi qanaqa bo'ladi? Men javob beryapman. Meni esimda demoqchi bo'lsam, men hali ham yodlab qo'yganman desam, я помню, ты помнишь, он помнит, мы помним, вы помните, они помнят bo'ladi. Shunda mana bu mavzuni yaxshi tushunib oldingiz degan umiddaman. Like va podpiskaningizni mana ayamang. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha paka-paka.